Umrimda birinchi marta iftorga 1 soat qolganda kiyevskiy kotlet yonida shirinligi bilan tayyorlab, uydagilarni shokka tushirdim. Nima uchun bunchalik osonligini bilsangiz, siz ham aniq shu usulda tayyorlaysiz. Birinchi bo'lib buxanka yoki batonni suvga urtib, suvini siqib olamiz. Piyoz bilan chesnokni tyorkani mayda tishdan chiqarib olamiz. Tovuq qiymasiga barcha mahsulot va ziravorlarni solib aralashtiramiz. Qo'limizni yog'lab, qiymani tekislab, o'rtasiga saryog' bilan sirni solib, xuddi shu ko'rinishda shakl berib, yaxshilab atalangan tuxumimizga botirib, ana undan keyin ehtiyotkorlik bilan non talqoniga belab olamiz. Har doim ovqating kech pishadi, yog'li dovurmasdan menga bitta aerogrill olib beringlar dedi. Ana endi ham bahona qila olmaysan deb Xiaomi'ni 6,5 litrli aerogrilldan olib berishsa bo'ladimi? Ishoning, ayni damda dietada bo'lganim uchun shunaqa ham yoqib tushdi. Birinchidan, umuman yog' ishlatilmasdan pishiriladi. Ikkinchidan, shunaqangi tez tayyor bo'ladi. Dizayni ham chiroyli, ishlatish ham oson. Kotlet bilan kartoshka fri pishguncha xursandligimdan shirinlik ham tayyorlab oldim. Bu shirinlikni necha yillardan beri ko'rib kelardim, lekin hech ham tayyorlab ko'rmagan edim. E'tibor bergan bo'lsangiz, kotletni alohida yog'da qovurmadim, sirazi aerogrillga tiqib yubordim. Vaqtim ancha ekonom bo'ldi. Kotlet bilan kartoshka pishgandan keyin bitta yuvib shirinlikni ham sovordim. Kotlet 18 minutda, shirinlik 25 minutda tayyor bo'ldi. Voy, buni sochniligini qarang, yegan saringiz yegingiz keladi, me'dangizga ham tegmaydi. Sovg'am sizga ham yoqdimi? Men uchun xursand bo'lgan bo'lsangiz bitta like bosib qo'ying. Qayerdan olganlarini sizlar uchun ham so'rab oldim. Ofitsialniy Mister magazinidan optilar raqamlarini qoldirdim.